Assalomu alaykum hammaga. Siz bugun oilaviy kulolchilik ustaxonasiga keldik. Mana qizim ham yasayapti mana. Nima yasayapsan bolam? Piyalami, kosami? Men ba'zi yasamoqman. Mana. Sen nima yasayapsan, Yasmin? Ha, shunimi? Ana yo'q. Ha. Berib tur, mana ko'rsatim. Mana. Mana ko'rdinglarmi? Ana Yasmin yasayapti. Ana zo'r qilib. Bu yerda mana Ozoda. Oysha, sen nima yasayapsan, qizim? Gapirmas degan idish tovoq yasayapti. Ozoda nima yasayapti? Aniq emasmi?